sal shirin gap kerakmi? Ko'chadagilarga shirin gapdi, uyda boshqacha bo'lsa, bu qanaqasi ayolsiga yaxshi bo'ladi? Ayol kishiga pul mulmas, e'tibor kerak. Ayol kishiga pul mulmas. Shaltoq bo'lishingiz kerak ekan. Shaltoq xotirlar yoqar ekan. Chisi plotniy bo'lib, har tarafdan mukammal bo'lsa erga yoqmas ekansiz. To'g'risi. Siz ko'ring ikkinchi xotirlarni. Uyga kirib ko'ring, shularni uyga. Uyini isqirtini ko'ring. O'ziga zo'r oro beradi. Lekin o'shalarni mayli bolasigami, atrofdagilarga prosta ko'ring, lekin shunaqalarni erlar yaxshi. Erkak kishi ko'proq yaxshi ko'radi. Mukammal bo'lsangiz yaxshi ko'rmasa. Ayoli ham bor, ayyori ham bor. Erkakni keragi ham bor, kerak emasi ham bor. Men hayotda shuni tushunib yetdim. Shuning uchun o'ylaymanki, oilani mahkam turishi erkak kishiga bog'liq. Ayol ojiza bo'ladi. Ayolni qancha siqsangiz, ayol qochib ketishga harakat qiladi. Ayolni chiroyli yashashingiz kerak. Ayolga yaxshi gapirishingiz kerak. Quloqimiz bilan yaxshi ko'rish bu bejizga emas ekan. Er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham ayol deb yomon fikrga boradi-da. Yo'q. Ayolni ham chiroyli gapirib boshqasiz ayolsiz ertaga duoda bo'lasiz, ko'karasiz. Bu narsa bor narsa. Ayolga baribir dilini ozor qilib chiqib ketsangiz, ayol bir dil oradimi agar haq bo'lsa, ayol halol bo'lsa, oilam, bolam, chaqam deb yashab kelayotgan ayolni dilini ortdingizmi, erkak hech qachon ko'karmaysiz. Ko'karish mumkin vaqtinchalik. Shuning uchun bizga ikki og'iz shirin gap. Onajonisi, siz yaxshisiz. Sizdan boshqa hech kim kerak emas desiz, olam guliston to'g'risi. Ko'ngilchanlik tegdi jonimga. Yaqinlarim ko'zim yoshladi. Nega bag'ri toshmasman ona? Hayot meni ezib tashladi. Ko'chaniki mingtaniki, o'zinglarniki bittaniki, to'g'risi. Ko'zinglarni ochinglar. Shunaqa chiroyli kiyintirmoqchimisiz? Ko'chada kal-tepkiga qarashmasin. O'zing ayolingga ham uyda kiyintirib qo'y, xohlasang. Jahlim chiqadi-da. Mashinalarda sudrashlari bo'lgan. Endi qaytgin debdi, boshqa qilib uyda ham bo'g'ardi. Shundayki, birinchi turmushim yashashim kerakmi deb yana bordim. Yo'q, bo'lmasa ekan. Bitta qo'l ko'tardimi, butunini ko'taradi. Siz ojizligingizni bildim, ko'taradi. Yoningizda ishongan insoningiz sizni sindirgandan keyin inson shunaqa bo'lib qolar ekan. Yomon bo'lar ekan. Qanaqa ma'noda? O'zini ko'proq sevishni yaxshi ko'radi, haqqini talab qilishni o'rganadi. Yomon ham yaxshi tarafi bor deydi-ku. Shundan keyin o'zgarar ekan inson.